Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala sayyidina Rasulillahi va alihi va sahbihi ajma'in. Robbi shrah li sadri va yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli va ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli azizlar, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning yo'llarini, Rasulullohning siyratlarini o'rganishda davom etamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning siyratlari biz musulmonlar uchun baxtning kalitidir. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni o'rganishlik biz uchun shart bo'lgan narsalar. Chunki u zotni yaxshi ko'rishimiz kerak. Rasulullohni yaxshi ko'rish uchun u zotni tanish kerak. Bir kishini tanimasangiz uni yaxshi ko'rishlik aqldan emas. Tanimagan insonga ergashish, tanimagan insonga muhabbat qo'yishlik insonning aqli qabul qilmaydigan narsa. Shuning uchun Alloh taolo modomiki u zotga ergashishlikni buyurdimi, u zotni tanishlik, u zotga muhabbat qo'yishlik bizning burchimiz. Alloh taolo buyurgan narsalardandir. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni siyratlarini o'rganmasdan tanib bo'lmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning siyratlarini demak o'rganishda davom etamiz. Biz azizlar o'tgan suhbatlarimizda Xandaq g'azotini, Ahzob g'azotini boshlagan edik. Xandaq g'azoti Xandaq deb nomlanganining sababi o'sha Madinada dushman keladigan, dushman kirib kelishi mumkin bo'lgan joyni demak chuqur qilib qozganliklari, xandaq qilib qozganliklari sabab Xandaq g'azoti deb nomlagan edik. Yoki Xandaq g'azoti deb nomlangan edi ushbu g'azot. Bu g'azot Ahzob deb nomlanishining sababi Ahzob degani hizbning jami. Hizb degani guruhlar, guruh degani. Ahzob uning jami, ya'ni ko'plik ko'rinishi. Bir qancha guruhlar bir bo'lib Madinaga demak yurish qilganliklari sabab guruhlar g'azoti, guruhlar jangi deb nomlangan. Bir qancha guruhlar bir bo'lib Madinaga yurish qilishgan, jang qilishgan Madinaga musulmonlarga qarshi bostirib kelishgan xullas. Chunki mushriklar bir qancha toifalar birlashgan edi unda. Makka mushriklari, G'atafonlar, uning atrofidagi ba'zi bir qo'shinlar jamlanib Madinaga kelishgan edi. Bir qancha demak qabilalar jamlangan edi. Shuning uchun Ahzob g'azoti ham deb nomlangan. Bular borasida bir sura nozil bo'lgan, Ahzob surasi. O'sha surada bu jangning tafsilotlari ham aytilgan. Demak, Madinada Payg'ambar alayhissalom Ahzob g'azotiga tayyorgarlik ko'rib, Xandaq qazishni buyurdilar. O'zlari ham o'tgan suhbatda aytganimizdek, Madinadagi o'sha Xandaqni qazishga ishtirok etdilar Payg'ambar alayhissalom. Birga ishladilar sahobalar bilan. Bu dinda, shariatda demak imtiyoz yo'q. Bir kishi ishlasin, ikkinchi kishi bekor o'tirsin uni ustida degan narsa yo'q. Har kim o'zini ishini qilish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ham sahobalar bilan birga qo'shilib ishladilar. Jobir ibn Abdullah roziyallohu anhu aytadilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam og'ir ishlarni ham qildilar deydilar. Og'ir ishlarni. Qozib turganda katta xarsang tosh chiqdi. Odamlar uni yora olmadi. Oldidan katta xarsang tosh chiqdi, uni olib tashamasa bo'lmaydi. Uni demak 3ga, 4ga bo'lib keyin chiqarib tashlash kerak. Uni bo'lib bo'lmayapti, ursa tosh sinmayapti. Shunda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga shikoyat qilishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zim tushaman deb tushdilar. Payg'ambar alayhissalom qo'llariga o'sha lommi yoki shunga o'xshash o'sha qozish vositalaridan birini olib urdilar. Bismillah deb urdilar. Tosh bo'lindi. 3ga bo'linib ketdi. Yana urdilar, maydalanib ketdi. 3 marta urib Payg'ambar alayhissalom o'sha toshni bo'lib tashladilar deydilar. Bo'lib tashladilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam jismonan ham kuchli bo'lganlar. Anas roziyallohu anhu aytadilarki, Rasulullohda 30 ta erkakning kuchi bor deb bilardik deydilar. Jang qizigan paytda Payg'ambar alayhissalomning orqalaridan himoyalanardik, ya'ni orqalariga o'tib himoyalanardik deb jang maydonining chavandozlaridan bo'lgan, hech narsadan qo'rqmagan Sher-u Xudo Ali roziyallohu anhu aytadilar.
Ali roziyallohu anhu eng kuchli jangchilardan, eng kuchli sahobalardan bo'lganlar. U zot aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning orqalarida himoyalanardik jang qilib ketsa deydilar. Ya'ni Rasululloh hech narsadan qo'rqmasdan kuchli jangchi, jang qila oladigan inson bo'lganlar deydilar. Demak, payg'ambarimiz alayhissalom Xandaq g'azotida ishtirok etyaptilar, Xandaq qozishda ishtirok etyaptilar. Jobir roziyallohu anhu aytadilarki, payg'ambar alayhissalom ishlab turganlarini ko'rdim. Qarasam, qorinlari ochildi deydilar. Qorinlariga tosh bog'lab olganlar. Nimadan? Ochlikdan. Sahobalar ko'bisi och. Ochlik davri. Oldin aytganimizda bitta xurmo bir kunga to'g'ri kelardi. Shunaqa ocharchilik davri edi, hali to'kin sochinlik emas edi u paytda. Ya'ni yilning to'kin sochin vaqti emas edi. Ocharchilik davri. Payg'ambar alayhissalom qorinlariga tosh bog'lab olgan ekanlar. Bu holatni, bu manzarani ko'rib chidolmadim deydilar. Jobir roziyallohu anhu. Ya Rasululloh dedim, uyga bir borib kelishga ruxsat berasizmi? Payg'ambarimiz alayhissalom aytdilar, mayli borib kel, agar ehtiyojing bo'lsa borib kel dedilar. Jobir roziyallohu anhu u joydan chiqib, ya'ni Madinaning chekkasida Xandaq qozilyapti, uylariga ketdilar, Madina ichidagi uylariga. Uylariga bordilar. Ayollaridan so'radilar. Uyda yeyishga nima bor? Bir hovuch arpamiz bor dedi. Bitta uloqchamiz bor dedi, echkini bolasi. Bitta uloqcha bor, u hali tirik, u so'yilmagan, lekin bitta bir hovuch, 1 kilo, 1,5 kilo, 2 kiloda arpa bor dedi. Shunda arpani ezib un qiling dedilar. Uloqni so'ydilar. Mana buni ovqat qiling dedilar. Men payg'ambar alayhissalomni bu holatda ko'rib chidolmayman dedilar. Rasulullohga taom qilib beramiz dedilar, yediramiz. Rasulullohning qornlari och. Bori shu. Sahobani uyidagi bor ovqat shu. Hozir alhamdulillah, ya'ni bu holatda yashaydigan odamni o'zi yo'q desa ham bo'ladi. Bordir jamiyatda haqiqatan hech narsasi yo'q, hech kimi yo'q, hech qanday bir yeyishga narsasi yo'q odamlar, lekin juda kam unaqa toifalar. Juda kam. Va agar shunaqa odamlar bo'lsa, kimnidir qo'shnisi, kimnidir mahalladoshi bo'lsa, agar atrofdagi odamlar ularga yordam berishligi shart, yordam berishimiz kerak. Lekin bu holat Madinada deyarli hammani boshida bo'lgan holat edi. Ko'pchilik sahobalarni yashash tarzi shunday edi, kambag'alchilik edi, ocharchilik edi. Bor narsasini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ovqat qilishlik uchun sarfladi. Ovqat qilib turginsan, buni non qil, unni, demak go'shtni ovqat qilib turgin, pishirib turgin, men Rasulullohni olib kelaman dedi. Hamma narsani tayyorlab berib, Jobir roziyallohu anhu yana Xandaqqa qaytdilar. Xandaq qozilyapti, payg'ambar alayhissalom ishlayaptilar. Sekin Rasulullohni oldilariga kelib, Jobir roziyallohu anhu aytdilar: "Ya Rasululloh, tuayyim." Ya'ni ozgina ovqat bor. Tuayyim degani kichkina ovqat, kamroq ovqatimiz bor. O'ziz bilan birga bitta yo 2 kishini olib borib ovqatlanib kelsangiz yaxshi bo'lardi. Bizning uyda ozgina ovqat bor dedilar. Shunda payg'ambar alayhissalom nima bor, qancha ovqat dedilar. Shu bir hovuch arpa bor edi, shunda nima qildik? Un qildik, non qildik. Bitta kichkina uloqcha bor edi. Echkini kichkina bolasi, o'shani so'ydik, ovqat qildik. Taom kasir dedilar payg'ambar alayhissalom. Ko'p ovqat ekan dedilar. Keyin ustilaridan changni qoqdilar, u chiqdilar. Ey muhojir va ansorlar dedilar. Jobir uyiga ziyofat beryapti ekan dedilar. Ketdik, ovqatlanamiz. Hammani qorni och. Payg'ambar alayhissalom chaqirdilar. Jobir roziyallohu anhu aytadilarki, men dedilar, xijolatda qoldim. Rasulullohga yo'q, uncha odamga yetmaydi deya olmay qoldim. Boshida aytgan edim, ozgina bir kishi, 2 kishi bilan borsangiz ovqatlanib kelardingiz degan edim. Payg'ambar alayhissalom hammaga aytdilar, hamma qo'ldagi o'sha qurol asboblarni qo'yib ovqatlanishga ketdi dedilar. Rasululloh boshchiliklarida ketyapmiz. Lekin xayolimda dedilar, bu ovqat qanday yetadi, kimga yetadi endi? Ozginadan, bir hovuchdan, bir luqmadan olsa ham yetmaydi buncha odamga. U yerda ishlayotganlar qarib 1000 kishi edi. 3000 ta qo'shin bor. O'shalarning ichida 1000 tasi tinmasdan ishlayapti-da endi.
Hammasi ketyapti Rasulullohga ergashib. Oldin uyga borib, hammadan oldin tez yurib uyga borib, endi nima qilamiz deb xotinga aytdim dedilar. Ayollariga aytadilar. Payg'ambar alayhisalom chaqirgan edim. Hammani boshlab kelyaptilar. Xotinlari aytadi, Payg'ambar alayhisalom ovqatni kamligini so'radilarmi, yo'qmi? Ha, so'radilar deganda, unda Alloh va rasuluhu a'lam. Alloh va rasuli biladi. Ya'ni bu ovqatni kam bo'lsa ham, ko'p bo'lsa ham Alloh baraka beradi. Payg'ambar alayhisalom bekorga bunday qilmaydilar deb xotirjam bo'ladi ayollar. Bizni ayollar ham mana shunday sahobiya ayollardan o'rnak olish kerak. Ya'ni tavakkalda, Alloh va rasulini amri kelganda unga itoat qilishlikda, taslim bo'lishlikda hammamiz ham mana shulardan o'rnak olishimiz kerak. Siz to'g'ri tushuntirmagansiz, Payg'ambar alayhisalomga nima uchun unday qildi, shuncha odamga endi qanday yetkazib beramiz, sharmanda bo'lamiz-ku degan gaplarni gapirmadi. Alloh va rasuli biladi. Payg'ambar alayhisalom shuni bilgan bo'lsalar kamligini bo'ldi. Jobir roziyallohu anhu uyga shoshib ketayotganlarida yo'lda Payg'ambar alayhisalom aytdilarki, "Ey Jobir, nonni dedilar, tandirdan uzmasin, ayolingga ayt. Ovqatni qozondan boshqa narsaga quymasin, qozonda tursin, yopiqligicha tursin" dedilar. Shunday qilishdi. Payg'ambarimiz alayhissalom bordilar, tandir boshiga bordilar, qozon boshiga bordilar. Endi idishlaringni olib kelaver. Nonni olib, tandirni ichidan nonni hammasini olmasdilar, sindirib olardilar, bir qismini o'sha ozgina go'shtni qozondan go'shtni olib, shu non bilan qo'yib, ana buni olib borib beraver, falonchaga ber, falonchaga ber. Har safar olganlarida qaytib qozonni ham yopardilar, tandirni ham yopardilar. Jobir roziyallohu anhu aytadilarki, ovqat hammaga yetdi deydilar. Ba'zi rivoyatda bu adad, ya'ni sahobalarning sanog'i 700-800 kishi deydi. Ba'zi rivoyatlarda 1000 kishi deydi. Shuncha odamga o'sha ovqat yetdi. Ochmadilar, hammani oldida ochib qo'ymadilar ovqatni. Ozgina olardilar, yana ustini yopardilar. Ovqat to'lib kelaverardi. Jobir roziyallohu anhu aytadilarki, hammasini yedirib, ichirib, to'ydirib, chiqarib yuborgandan keyin ham yana o'shancha non, o'shancha ovqat qoldi. Bu o'zi endi sizlarga o'zlaringiz ham yenglar, boshqalarga ham hadiya qilinglar, boshqalarga ham beringlar, ulashinglar. Chunki odamlarga ochlik yetgan deb Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tavsiya qilib keyin chiqib ketdilar. Mana bu voqealar bilan boy bo'lgan Xandaq g'azoti. Alloh taolo hech qachon bandasini tashlab qo'ymaydi. Ocharchilik davrida islomni qanday himoya qilish, dinni, o'zi muqaddas sanagan narsani, urf-odat, milliyligini, ya'ni milliylik deganda insonni o'sha qadriyati, insonni qadriyati, qadrli sanalgan ishlari, qadrli sanalgan narsalar, Alloh va rasuli qadrli degan narsalar qadrli sanaladi. Mana shuni himoyasi uchun bel bog'lagan, moddiyatga qaramagan, pulimiz yo'q-ku, ovqatimiz yo'q, qanday bu himoya qilamiz deb faqatgina iqtisodiy tarafga, moddiy tarafga qaramagan insonlarni Alloh taolo o'zi siylayapti. O'zi ularga yaxshiliklar bilan nazar qildi, yaxshiliklar berdi. Payg'ambar alayhissalom qo'llaridan shuncha ovqatni yetkazdi, baraka berdi Alloh taolo. Hayotimizda bu narsalarni ko'rishimiz mumkin. O'zimiz ham tavakkal qilsak, Alloh taolo o'zi siz bilmagan, biz bilmagan joydan, g'aybidan yetkazadi yaxshiliklar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'sha ovqatni tarqatib, yedirib, o'zlari ham yeb, yana qaytib xandaq qozishga kirishdilar. Mana shunday bir necha kunda xandaq qozib bitirildi. Madinani atrofi tog' bilan o'ralgan. Madinaga kiradigan joylarda o'sha faqat xandaq qozilgan joy bor edi. Bu tarafda Bani Qurayza bor edi, boshqa ikkinchi tomonida u yerdan Bani Qurayza qabilasi, ya'ni yahudiylarning bitta qabilasi qolgan edi, 3-qabila. Ular tomonidan kirib bo'lmaydi. Bu ochiqlikda xandaq qozildi, qolgan joyi toshloq, mana bu oyoqqa suqiladigan toshlar bilan o'ralgan edi. Ot yura olmasdi, piyoda zo'rg'a yurardi. U tomondan qo'shin kira olmaydi. Demak, qo'shin kirishi mumkin bo'lgan joyni bir necha 100 metrlar joyni xandaq qilib qozdilar va Madina demak saqlandi, Madina himoyalandi shu xandaq bilan. Munofiqlar shu yerda ham xandaq qozishdan qochishdi.
munofiqlar ichida g'arazi bo'lgan odamlar bu qanday holat? Biz hozir ocharchilikdamiz, qornimiz och, qanday qilib ishlaymiz, uyimizda yotganimiz yaxshi, unday bunday degan bir vajlar bilan oldinga qarab intilish degan narsa yo'q, Allohga bo'lgan iymon yo'q qalbida. Shunaqa narsalar bilan bir qaraysiz istehzo qilib, bir qaraysiz o'zi g'amgin holatda, demak mana shu ishlardan qochdi, yordam bermadi musulmonlarga. Hatto ba'zilar aytdiki, shu Muhammad o'tirib olib bizga Kisroni, ya'ni Fors imperatorini yoki Rumni mulkini va'da qiladi. To'g'ri, hojatga chiqa olmay qoldik-ku qo'rqqandan dedi. Hojatga chiqa olmayapmiz-ku. Kisro bilan Rumni mulkini qanday bizga nima qiladi? Ya'ni va'da qiladi deb istehzo qilishdi. Musulmonlarni kayfiyatini tushirishga, tushkunlikka tushirishga harakat qildi. Munofiqlar ichkarida juda yomonda, jamiyatda munofiqlar eng katta xatar. O'zimizda jamiyatlarda ham bor. Islomni yomon ko'radiganlar, islomni bitta hukmini ushlab olib, qayerdadir kimdir xato tushuntirgan bir hukmini butun musulmonlar shunday yoki butun islom shunday deb tarqatib istehzo qilib yuradigan, ayniqsa ijtimoiy tarmoqda yashirinib olib gapiradiganlar juda ko'p. Munofiqlar shunday qilishdi, musulmonlarning ko'nglini tushirishga harakat qilishdi, tushkunlikka tushirishga harakat qilishdi, lekin Alloh taolo ularni muvaffaq qilmadi, muvaffaq qilmaydi ham. Xalq, jamiyat o'zining diniga mustahkam bo'lsa, hech kim ularni dinini qalbidan sug'urib ola olmaydi. Harakatlar bo'ladi, lekin hech qachon dinni yo'q qila olmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshchiliklarida musulmonlar xandaq qozib bo'lishdi. Munofiqlar shunday fitnalar qilaverishdi. Qo'shin ungacha katta qo'shin, o'sha Ahzob qo'shinlari Madinaga yetib keldi. Ahzob qo'shinlari Madinaga yetib kelganda hayron qolishdi. Arablar bu hiylani bilmasdi. Ya'ni urushning, jangni bu san'atini bilmasdi, xandaq qozishlikni. Arablar cho'lda karrufar deydi. Borib, qaytib, qochib, yana hujum qilib, urushib o'rgangan xalqlar edi. Jangni shunaqa tashkil qilishardi. Lekin bunaqa himoyalar, xandaq qozish, bunga o'xshash narsalarni bilishmasdi. Buni ko'rib hayron qolishdi, o'tisha olmadi. Birdaniga jang boshlanib ketmadi. To'xtashdi xandaqning atrofiga, bunday ko'rib to'xtashdi, nariroqqa o'zlarini chodirlarini qurishdi, boshqa qilishdi. Bu inshaalloh xandaqdan, ya'ni yetib kelgandan keyin xandaq atrofida bo'lgan voqealar haqida keyingi suhbatlarimizda inshaalloh davom ettiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.